Oqoltin tumanida obodonlashtirish va farovonlikni oshirishga qaratilgan obod mahalla, obod ko'cha va obod xonadon ko'rik-tanlovining tuman bosqichi o'tkazildi. Ushbu tanlov mahallalarda, ko'chalarda va xonadonlarda yashash muhitini yanada obod qilish, fuqarolarni bunyodkorlik ishlariga jalb etish maqsadida tashkil etildi. Tanlovda tumanning barcha mahallalari ishtirok etib, o'zlarining obodonlashtirish, ko'klamzorlashtirish hamda xonadonlarda yaratilgan sharoitlar va mahalla hududlaridagi amalga oshirilgan samarali ishlar yuzasidan fotoalbomlar taqdim etdilar. Yakunda eng namunali mahalla, ko'cha va xonadonlar saralanib, ularning tozaligi, obodonlashtirilishligi, yashil hududlarning holati umumiy estetika mezonlari asosida baholandi. Baholash natijalariga ko'ra, faxrli 3-o'rin Obod mahallasiga, 2-o'rin Saxovat mahallasiga hamda 1-o'ringa Ahillik mahallasi munosib deb topilib, tanlovning viloyat bosqichida ishtirok etadigan bo'ldi. Aytish joizki, bunday tanlovlar aholini o'z hududlarini yanada obod qilishga undaydi, jamoatchilik mas'uliyatini oshirish va turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.